Men har doim o'qiganman, lekin bu ishning katta muxlisi bo'lganman deb ayta olmayman. Masalan, 1-2 oyda bitta kitob, lekin hammasi taxminan 1 yil oldin. Birinchi Kindle qurilmani sotib olganimdan keyin ancha o'zgardi. Bu videoda men 3 ta maslahat bilan bo'lishaman. Qanday qilib o'qishni o'z hobbingga aylantirish, qanday qilib o'qishni sevib qolish va umuman nima uchun o'qish kerak. Darrov aytaman, o'qishga bo'lgan istagimni hali maktab paytidayoq yo'q qilishgan. Maktab dasturi menga shunchalik yoqmasdiki, o'sha paytda men shunday xulosa qilgandim. Demak, badiiy adabiyot bu men uchun emas. Aytgancha, bu mening birinchi xatoim edi, lekin bu haqida keyinroq gaplashamiz. Universitetga kirib, yotoqxonaga ko'chib o'tganimda menda ancha yaxshi ball reyting bor edi. Shuning uchun aqlli odam obrazini ushlab turish uchun men albatta javonimni kitoblar bilan to'ldirib qo'ydim. To'g'risi, men hech qachon o'qish insonning aqliga bevosita bog'liq deb hisoblamaganman va hozir ham shunday o'ylayman. Lekin ko'pchilik boshqacha o'ylardi va men albatta bundan foydalandim. Shu bilan birga, maktabdagi achchiq tajribam sabab men badiiy adabiyot menga mos emas deb o'ylardim. Shuning uchun asosan biznes, marketing, self-improvement yoki falsafa haqida o'qirdim. Aytgancha, falsafadan ko'nglim aynirdi. Chunki men umuman olganda juda ham chuqur o'yga beriladigan odam emasman va borliq haqidagi mavzular meni hech qachon unchalik qiziqtirmagan. Keling mayli, gaplashamiz. Yaxshi, biz bir-birimizdan hech narsani yashirmaymiz. Kitoblardan eng katta foydani men qizlar orasida mashhur bo'la boshlaganimda tushundim. Chunki tashqaridan qaraganda oddiy, quvnoq yigit, lekin javonida nima turibdi? Nietzschening to'liq asarlari to'plami. Men Adventure Time, South Park ko'rardim, Dota o'ynardim va Nietzscheni chin dildan yomon ko'rardim. Aytgancha, uni sotib olganman. Yaxshi, rostini aytsam, xonadoshlar oldida ko'rinish qilish uchun olgandim. Bugun men siz bilan to'liq ochiqman. Qisqasi, menda hech qanday ichki konflikt ham, qorong'u o'tmish ham yo'q edi. Falsafani ham yomon ko'rardim, lekin baribir o'qirdim. Umuman olganda bu tajriba meni butunlay yo'q qildi. O'qish hobbi sifatida. Chunki maktabda meni majburlab o'qitishardi. Yotoqxonada esa aqlli odam obrazini ushlab turish uchun o'qishga majbur edim. Keyin ongliroq yoshimda, taxminan 23-24 yoshda ishlay boshlaganimda men yana o'qishni boshladim. Lekin faqat professional adabiyotlarni o'qirdim. Faqat marketing, faqat content, ya'ni meni karyerada o'stiradigan narsalar. Badiiy adabiyotni esa deyarli 28 yoshimgacha umuman jiddiy qabul qilmadim. Hammasi taxminan 2 yil oldin keskin o'zgardi. Men hech kim bilmagan holda kechasi yashirincha biror hikoya o'qib ko'rishga qaror qildim. Hozir 30 yosh atrofidagi milleniallar va Harry Potter haqida ko'p mimlar borligini bilaman. Lekin yana bir bor, bugun men siz bilan rostgo'yman. Bu Harry Potter edi. Men Harry Potterning katta muxlisiman va buni yashirmayman. Menga baribir. Bolaligimda birinchi 3 ta kitobini o'qigandim. Shuning uchun 28 yoshimda butun seriyani oxirigacha tugatdim. Men bundan juda katta zavq oldim. Aslida shu paytdan boshlab mening adabiyotga bo'lgan ikkinchi ongli yo'lim boshlandi va bu mening birinchi va eng muhim maslahatim. O'zingizga yoqadigan narsani o'qing. Boshqalar nima deyotganiga quloq solmang. Kitoblarni sizni aqlliroq qilishi kerak bo'lgan majburiyat sifatida qabul qilmang. Axir siz hayotda ko'p narsani shunchaki dam olish uchun qilasiz-ku. Masalan, siz YouTube ko'rasiz, Netflix tomosha qilasiz, seriallar yoki Reels ko'rasiz. Axir siz doimiy ravishda o'zni rivojlantirish haqida o'ylamaysiz-ku. Kuchliroq, tezroq, aqlliroq bo'lish kerak deb. Dam olish ham kerak. Men bir payt kitoblarni seriallarga alternativa sifatida qabul qila boshladim. Ba'zida serial ko'rgim keladi, ba'zida esa kitob o'qigim keladi. So'nggi 1 yil ichida, aniqrog'i 1,5 yil davomida men asta-sekin serial va kitob o'qish vaqtini tenglashtirdim. Hozir esa kitoblar ancha ustunlik qilyapti. Chunki men shuni sezdimki, hozirgi seriallar va videoroliklar SDVG'si bor insonlar uchun yaratilayotganini sezdim. U yerdagi kadrlar almashish tezligi, mavzudan mavzuga sakrashishi, xullas aytganda diqqatni ushlab turish juda ham qiyin. YouTube'dagi kontent ham shunday. Hammasiga yetishib borish menga tobora og'ir bo'lib boryapti. Natijada xavotir ham oshyapti. Umuman olganda, men biroz sekinlashishni xohlayman va men shuni payqadimki, kitoblar menga juda yordam beradi. Sekinlashishga, diqqatni jamlashni yaxshilashga, hatto ishlashim ham yaxshilandi. Uzoqroq va samaraliroq ishlay boshladim. O'qishni boshlaganimdan keyin. Shuning uchun kitoblarning foydasi albatta katta, lekin eng katta foyda ayniqsa badiiy adabiyotdan bu zavq olishdir.
Axir biz bu hayotni nima uchun yashayapmiz? Agar zavq olish uchun bo'lmasa. Men umuman sinab ko'rmagan fantasy janriga kirib qoldim. Keyin esa Brandon Sandersonni o'qishni boshladim. 7 yoki 8 ta kitobini o'qidim. Hammasi juda katta. Va o'sha paytda tushundim. Men o'zim uchun deyarli cheksiz serial topdim. Bu qahramonlar bilan men shunchaki bir soat emas, bir epizod emas, haftalab, oylab davomida yashayman. Hozir men Robert Jordanning Vaqt g'ildiragi Wheel of Time asarini o'qiyapman. Bu 14 ta kitobdan iborat va har biri 1000 sahifadan oshadi. Menga shunday tuyuladiki, men bu kitoblarni tugatganimda bu qahramonlar menga oilamdan ham yaqin bo'lib qoladi. Endi tasavvur qiling, siz shunday bir serial ko'ryapsizki, unda siz o'zingiz eng zo'r aktyorlarni tanlab olgansiz. Dekoratsiyalarni, kostyumlarni, hatto ularning gaplashish uslubi ham o'zingiz o'ylab topgansiz. Kitoblar aynan shunday imkoniyatni beradi. Chunki men har joyda o'zimning sevimli aktyorlarimni tasavvur qilaman. Menda barcha bosh qahramonlar bu Woody Harrelson. Farqi yo'q, ular necha yoshda, hammasi baribir Woody Harrelson, hatto Frodo ham. Umuman olganda, gapni qisqa qilaman. O'zingizga yoqadigan janrni, muallifni va kitobni toping va hammasi joyiga tushadi. Harry Potterdan keyin boshlangan o'qish to'lqini, ya'ni men har kuni hatto soatlab o'qiy boshlaganim, ayniqsa Kindle sotib olganimdan keyin kuchayib ketdi. O'sha paytda men va xotinim gripp bilan kasal edik. Kayfiyatimiz ham yaxshi emas edi. Uyda na kitob qolgan, na ovqat. Shunda men ikkalamiz uchun Kindle sotib oldim va bu mening hayotimdagi eng yaxshi xaridlarimdan biri bo'ldi. Men u haqida yana sotib olish uchun 7 sabab degan videoimda batafsil gapirganman, lekin bu yerda ham albatta aytib o'tamiz. Umuman olganda, bu qurilmaning ekrani elektron siyoh texnologiyasi asosida ishlaydi va u haqiqatdan ham qog'ozdek qabul qilinadi. Siz deyarli hech qanday farqni sezmaysiz. Shu bilan birga, unda yoritish, yorug'lik funksiyasi ham bor va uning yorug'ligini o'zgartirish mumkin. Uni issiqroq yoki sovuqroq qilish mumkin. Bu yoritish oddiy telefon, masalan iPhone kabi ishlamaydi. Chunki bu yerda piksellarning o'zi yonmaydi. Yorug'lik ichkaridan chiqib kelayotgandek bo'ladi. Men buni Texnoblogda yaxshi tushuntirganman. Hissiyot shunaqa bo'ladiki, go'yo siz oddiy qog'oz sahifani olib, uni ichkaridan yoritilgan joyiga qo'ygansiz. Yorug'lik ichkaridan yengil tarqalayotgandek tuyuladi. Qisqasi, bu juda yoqimli, ko'zlar umuman charchamaydi. Men uni bemalol 4-5 soatlab o'qiy olaman. Xuddi oddiy kitob o'qigandek. Haqiqatdan ham hech qanday boshqa hissiyot yo'q. Umuman farq sezilmaydi. Unga esa millionlab kitoblarni yuklab olish mumkin. Men ularni masalan Litres kabi joylardan sotib olaman, keyin oddiygina shu qurilmaga tashlayman. 1 daqiqa ichida Wi-Fi orqali o'tadi va bo'ldi, bemalol o'qiyverasan. Men odatda bir vaqtning o'zida bir nechta kitob o'qiyman, kayfiyatga qarab. Ba'zida detektiv yoki thriller o'qigim keladi. Ba'zida ilmiyroq yoki marketingga oid narsa, lekin asosan bu fantasy bo'ladi. Ba'zan kayfiyatimga qarab qorong'iroq, ba'zida esa yengilroq narsa o'qigim keladi. Umuman olganda, barcha kitoblar shu yerda. Bu juda qulay va bir payt kitoblar men uchun videolarga alternativaga aylandi. Kindle esa iPhone o'rnini egalladi. O'sha cheksiz lenta aylantirish o'rniga. Endi men ovqat tayyorlayotganimda yoki kimnidir kutayotganimda telefonni olib Instagram scroll qilish o'rniga Kindle'ni olib 1-2 sahifa o'qiy boshladim. Chunki u 1 soniyada yoqiladi va doim yonimda bo'ladi. Kindle ko'proq o'qishni boshlashning eng oson yo'li, chunki bu shunchaki qulay. Ishoning, men ham qog'oz kitob hissiyotini yaxshi ko'raman. Shuning uchun sizga qog'oz kitob sotib olishga hech kim to'sqinlik qilmaydi. Masalan, chiroyli nashr topdingiz, uni qog'ozda o'qing. Agar chiroyli nashr topolmasangiz, ishoning, Kindle'ni qo'lda ushlash ham ancha yoqimli, oddiy sifatsiz kitobdan ko'ra. Lekin har qanday qog'oz kitobini o'qish uchun ma'lum bir sharoit kerak. Masalan, kechqurun bo'lsa, chiroq topish kerak, qulay o'tirish kerak, kitobni to'g'ri ushlash kerak. Kindle bilan esa bunday muammo yo'q. Siz xohlagancha yotib olishingiz mumkin, hatto qorong'ida ham, poyezdda ham, samolyotda ham. Qisqasi, real hayotdagi istalgan sharoitda ichki yoritish tufayli bemalol o'qish mumkin. Men shuni payqadimki, kun davomida menda juda ko'p shunday bo'sh vaqtlar bo'ladi. Taxminan 15-20 daqiqalik. Masalan, kafeda nimandir kutyapman. Qahva tayyor bo'lishini masalan, yoki avtobusda, metroda ketyapman. Kimnidir kutyapman. Umuman olganda, doim shunday kichik vaqt oraliqlari bo'ladi.
Lekin masalan, avtobus bekatida kitob bilan turish, ayniqsa shunaqa katta kitob bilan yoki restoranda, tasavvur qiling, siz barga kirasiz. U yerda esa men mana shunday katta kitob bilan o'tiribman. Hamma darov meni qandaydir ko'rsatma qilayotgan odam deb o'ylaydi. Lekin mana shu qurilma bilan jamiyat ichida bo'lish menga umuman noqulaylik tug'dirmaydi va eng muhimi, u juda qulay. O'zing bilan shunaqa katta g'ishtdek kitobni olib yurish yo'q. Bunga nima hojat? Ayniqsa men hozir albatta o'qiyman deb chiqmayman-ku. Ish bilan yuribman. O'qishga vaqt bo'ladimi, yo'qmi noma'lum. Bu esa doim yoningda bo'lishi mumkin. Chiqarasan, bemalol 1-2 sahifa o'qiysan, keyin yana cho'ntagingga solib qo'yasan. Tamom, hech qanday muammo yo'q. Menda Kindle Paperwhite 12 modeli bor. Bu shu yilgi model. Men yaqinda yangiladim. To'g'risi, o'tgan yilgi model bilan katta farq sezmadim. Uni 180 yevroga sotib oldim va menimcha u allaqachon o'z narxini oqlab bo'lgan. Chunki elektron kitoblar baribir qog'oz kitoblarga qaraganda arzonroq bo'ladi. Yana ba'zida ular boshqa yo'llar bilan ham topilishi mumkin. Qisqasi, o'zini oqlaydi. Hatto agar u o'z narxini oqlamagan taqdirda, masalan, AQShdagidek narxlari bir xil bo'lsa ham, baribir u o'zini hissiy jihatdan oqlaydi. Chunki u sizni ko'proq o'qishga majbur qiladi. Sababi bitta, bu juda oddiy, bu qulayroq. Agar siz o'ylayotgan bo'lsangiz, elektron kitoblar siz uchun emas. Siz analog narsalarni yaxshi ko'rasiz. Kitobni qo'lda ushlashni xohlaysiz. Men sizga shunchaki sinab ko'rishni maslahat beraman. Sinab ko'ring. Yoqmasa, birovga sovg'a qilasiz. U albatta xursand bo'ladi. Lekin ehtimol siz uni hech kimga bermaysiz, chunki u sizga yoqib qoladi. Shunday qilib, bu mening ikkinchi maslahatim. Ko'proq o'qishni boshlash va o'qishni hobbiga aylantirish uchun elektron kitob oling yoki iPad ishlating. Lekin Kindle sotib olish bu o'zingizga qilgan juda zo'r sovg'a bo'ladi. Bundan tashqari, bu sovg'a sizni qandaydir tarzda rivojlantiradi ham. Qanday yo'nalishda? Bu siz nima o'qishingizga bog'liq, lekin har holda u sizni rivojlantiradi. Eng muhimi esa xavotir bilan kurashishga yordam beradi. Hozir deyarli hammada xavotir bor. Menimcha, bunga Instagram, TikTok va umuman barcha ijtimoiy tarmoqlar sababchi. Va bu videodagi 3-maslahat. O'qishni hobbiga aylantirish haqida. Bu progressni kuzatish va hamjamiyat, community haqida. Ha, bunga hamma ham rozi bo'lmasligi mumkin, lekin menimcha har qanday hobbida o'z rivojlanishingni kuzatish juda muhim. Ya'ni qayerga ketayotganingni tushunish, kichik yutuqlarni ko'rish. Masalan, men book journal yuritaman. Menda katta reading list bor. Har safar biror kitobni tugatganimda men quyidagilarni yozib qo'yaman. Birinchisi, qachon boshladim? Ikkinchisi, qachon tugatdim? Uchinchisi, kitobni 5 ballik tizim bo'yicha baholayman. To'rtinchisi, o'sha paytdagi hissiyotlarimni yozaman. Va beshinchisi, kelajak uchun izohlar qoldiraman, agar yana o'qimoqchi bo'lsam. Hatto ba'zan o'zimga yozib qo'yaman. Buni qayta o'qima. Bu joyi senga yoqmagandi. Eslab qol va vaqtni behuda sarflama. Menimcha bu juda muhim. Tasavvur qiling, siz yugurishni boshlamoqchisiz. Sizga qaysi variant yoqimliroq bo'lardi? Siz tashqariga chiqasiz, yugurasiz, sizda Apple Watch bor. Siz kilometrlarni kuzatasiz. Har bir yugurishga tayyorlanasiz. Keyin natijalarni solishtirasiz. Bu hafta qancha yugurdim, keyingi hafta qancha. Ya'ni siz o'zgarishni ko'rasiz. Yaxshilanayotganingizni ko'rasiz va buni aniq kuzata olasiz. Yoki boshqa variant. Siz shunchaki tashqariga chiqasiz, hech qanday hisob-kitobsiz yugurasiz. Charchaguncha yugurasiz, keyin to'xtaysiz va bo'ldi, yugurdim deysiz. Qancha yugurdingiz bilmaysiz. Qaysi holatda siz uzoqroq davom eta olasiz? Menimcha farq juda katta bo'ladi. Menda barcha hobbilarda shunday. Menga progressni kuzatish va uni ko'rish muhim. Oy oxirida men masalan Goodreads'ni ochib, nechta kitob o'qiganimni ko'rsam, qaysinisini 3 kunda, qaysinisini 1 haftada tugatganimni ko'rib, ichimda bir g'urur paydo bo'ladi. Balki bu biroz egoni oziqlantirishdir, lekin menga yoqadi. Chunki men o'zimga qarab aytaman, mana bu yerda zo'r ishladim, ko'p kitob o'qidim. Men qaysi kitoblar menga yoqqanini belgilayman va Goodreads menga o'sha yoqqan kitoblarga o'xshash yangi kitoblarni tavsiya qiladi. Va ha, book journal yuritishni xohlasangiz, oddiy daftar tutib, o'zingiz uchun yozishingiz ham mumkin. Yoki onlayn servisdan foydalashingiz ham mumkin. Masalan, Goodreads yoki Rossiyada mashhur bo'lgan Livelib. Bu aslida katta elektron kutubxona. U yerda odamlar kitoblar haqida fikr va sharhlarini ulashadi. Endi shu blogning ikkinchi qismiga o'tamiz. Bu community.
Qachonki biz video, foto kabi ijodiy hobbi bilan shug'ullansak, biz odatda boshqalar bilan bo'lishamiz. Bizga ulanish muhim bo'ladi, lekin o'qish bu ko'proq iste'mol qilish, ya'ni kontentni qabul qilish. Shuning uchun go'yo boshqalar bilan bo'lishadigan narsa yo'qdek tuyuladi, faqat fikr yozishdan tashqari. Lekin aslida aynan kim bilandir gaplashish, men bu kitobni o'qidim, yoqdi yoki yoqmadi deb aytish yoki birgalikda o'qishlarga qo'shilish bu sizni juda kuchli motivatsiya qiladi. Bu nafaqat ko'proq o'qishga undaydi, balki yangi hissiyotlar ham beradi. Masalan, biz Brandon Sandersonning bir kitobini 3 ta hamkasb bilan bir vaqtda o'qidik. Keyin restoranlarga borib, kim qayergacha yetganini muhokama qilardik. Bu juda zo'r hissiyot. Kechasi o'tirib o'qiyapsan. Birdan do'stingdan xabar keladi. Yo'q, sen hali u joygacha yetmading-ku. U yerda dahshat narsa bor. Spoiler qilmayman degan gap keladi. Rostdan ham bunda qandaydir zavq bor. Xuddi yangi serial chiqqanda va butun dunyo uni ko'rayotgandek, sen ham shu jarayonning bir qismisan. Umumiy haypni his qilasan. Shuning uchun birgalikda o'qishlar ham juda zo'r ishlaydi. Men ham asta-sekin booktube-larni ko'ra boshladim. Kim nima tavsiya qilayotganini eshitdim. Turli janrlarni o'rgandim. Keyin kitoblarni tekshirib chiqdim. Litrasda sharhlarini o'qidim. Agar kitob haqiqatdan yaxshi ko'rinsa, uni o'z reading listimga qo'shdim va har safar bir kitobni tugatganimda shu ro'yxatni ochib, keyingi o'qiydigan kitobni tanlayman. Va men bunga ishonaman, chunki bu kitoblarning hammasi yaxshi ekanini bilaman. Chunki men YouTube'da bilimli odamlarni tingladim. Ular menga bu kitoblar yaxshi ekanini aytishdi. Masalan, ular aytadi, agar sizga Mistborn yoqqan bo'lsa, unda bu kitob ham sizga yoqadi. Aynan shunday qilib, men zanjir bo'ylab juda ko'p kitoblarni topdim va ularga chin dildan oshiq bo'ldim. Xullas keling, qisqacha xulosa qilamiz. Qanday qilib o'qishni hobbiga aylantirish mumkin va nima uchun o'qish kerak? Birinchidan, sizga haqiqatdan yoqadigan kitoblarni o'qing. Agar siz hali qaysi kitoblar sizga yoqishini bilmasangiz, shunchaki sinab ko'ring. Turli janrlarni tatib ko'ring va o'zingizga mosini toping. Mening maslahatim, darhol YouTube'ga kirib, shu janrning yulduz muallifini toping. Masalan, agar sizga fantasy yoqsa, klassik va kattalar uchun yozilgan fantasy, unda Brandon Sandersonni sinab ko'ring, adashmaysiz. Shundan keyin o'sha muallifning biror seriyasini toping yoki o'sha muallifga o'xshash kitoblarni yoki shu janr ichidagi kichik yo'nalishlarni toping. Va shunda ishonchingiz komil bo'lsin, bu janrda yana kamida 10 ta kitob bor va ular ham bundan kam emas. Bo'ldi, yana gapni cho'zib yubordim. Birinchisi, sizga yoqadigan narsani o'qing. Ikkinchisi, turlicha format o'qing. Faqat qog'oz kitob bilan cheklanib qolmang. Elektron kitob olib ko'ring. Men chin dildan Kindle ni tavsiya qilaman. Bu umuman reklama emas, ishonavering. Amazon menga buning uchun pul to'lamaydi. Uchinchisi, o'z progressingizni kuzating va qandaydir community topishga harakat qiling. Progressni kuzatishning eng oson yo'li bu albatta Goodreads yoki oddiygina alohida daftar tuting. Endi eng asosiy savol, nega o'qish kerak? Mening fikrimcha, hozirgi zamonda hamma shoshayotgan, hammada xavotir yuqori bo'lgan, hammada diqqat yetishmovchiligi boshlanayotgan bir paytda o'z diqqatni jamlashni va shunchaki tinchgina 2 soat o'tirishni o'rganish juda muhim. Bu dunyoda millionlab, milliardlab zo'r yozuvchilar yashab o'tgan va o'z asarlarini yozib qoldirgan va bu bekorga emas. Kitob bu yozuvchilar bilan suhbat va ularni tinglash, ularni asarlarini o'qish kerak emas seriallarni tomosha qilgandan ko'ra 1000 marta yaxshiroq. Bu videoni tomosha qilganingiz uchun rahmat. Umid qilamanki, siz ham men kabi kitoblarni yaxshi ko'rasiz. Garchi men bu yo'lda atigi 1,5 yildan beri jiddiy shug'ullanayotgan bo'lsam ham, bilmadim. O'zimni fanat deb atash mumkinmi? Xullas mayli, siz bilan suhbatlashganimdan xursand bo'ldim.